Hajda yillik qilayotgan imom vafot etdi. Ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilgi haj mavsumida ziyoratchilarga yillik qilayotgan Toshkent shahar Yakkasaroy tumanidagi Rakat jome masjidi imom xatibi Rabbimqul Muhammadiyev vafot etgan. Bu haqda masjidning Telegram kanalida xabar berilgan. Xabarda qayd etilishicha, imom Madina shahrida betob bo'lib, komaga tushib qolgan va bugun 26-may kuni tongda vafot etgan. Madinada bugun xastalikdan so'ng Robbim huzuriga omonatlarni topshirdilar. Ilmiga amal qilgan inson edilar. Yaqinlariga, shogirdlariga, oila a'zolariga sabr bersin, deyiladi xabarda. O'zbekiston musulmonlari idorasi Rabbimqul Muhammadiyevning vafoti bo'yicha quyidagicha izohni berib o'tdi. U parvoz davomida uyquga ketgan va uyg'onmagan. Rabbimqul Muhammadiyev Madina xalqaro aeroporti shifokorlari tomonidan ko'rilganda ahvoli o'ta og'ir, behush bo'lgan. Savollarga javob bermagan. Shundan so'ng klinikaga joylashtirilgan. Bosh miya qon aylanishi, o'tkir buzilishi, miya o'zagi strukturalari o'zgarishi, bosh miyaning shishishi tashxisi qo'yilgan. 24-mayda operatsiya o'tkazilgan, biroq ahvoli og'irligicha saqlanib qolgan va 26-mayda vafot etgan. Rossiyaning keskin hujumi. Tramp bunga qanday munosabatda? Xabaringiz bor, Rossiya Ukraina hududiga dron orqali kutilmagan hujumlar bilan zarba berdi. 24-maydan 25-mayga o'tar kechasi Rossiya Ukrainaning bir qator hududlariga uyushtirgan dron zarbalari oqibatida so'nggi ma'lumotlarga ko'ra 12 kishi halok bo'lgan va 30 dan ortiq insonlar jabrlangan. Bu holat qator geosiyosat olami vakillari tomonidan keng muhokama qilinmoqda. Jumladan, bugun dunyo e'tibor markazida bo'lgan shaxs va davlat rahbari Donald Tramp ham ushbu holatga o'z munosabatini bildirdi. Tramp Ukrainaga halokatli zarbalar bergani uchun Putindan mamnun emasligini aytgan. U ko'p odamlarni o'ldirdi. Putin bilan nima sodir bo'lganligini bilmayman, deydi AQSh prezidenti harbiy havo kuchlari birinchiga chiqishdan oldin jurnalistlarga bergan intervyusida. Men uni anchadan beri bilaman, doim u bilan til topishib yuribman, lekin u shaharlarga raketalar yuborib, odamlarni o'ldirmoqda va bu menga umuman yoqmadi, degan Tramp so'zlari davomida. Shuningdek, u jurnalistning Rossiyaga nisbatan qo'shimcha sanksiyalar qo'yish ehtimoli bormi degan savoliga Tramp buni mutlaqo, ya'ni qaytadan o'ylab ko'rishini bildirgan. Bundan tashqari, Tramp sanksiya tariflari haqida gapirar ekan, AQSh Yevropa ittifoqi tovarlariga 50% boj joriy etishni 1-iyundan 9-iyulgacha kechiktirishini aytib o'tgan. Trampning aytishicha, Yevropa komissiyasi prezidenti Ursula von der Leyen bilan yaxshi qo'ng'iroqdan so'ng u blok bilan muzokaralar uchun vaqt ajratish uchun sanani kechiktirishga rozi bo'lgan. Eslatib o'tamiz, Tramp juma kuni ijtimoiy tarmoqdagi postida Yevropa ittifoqidan import qilinadigan barcha mahsulotlarga 50% soliq solinishi bilan tahdid qilgan edi. AQShning afzalliklaridan foydalanish uchun tuzilgan 27 a'zolik blok savdo bo'yicha juda qiyin bo'lganini va muzokaralar hech qayoqqa ketmasligini aytgan edi. Kiyev xavotirga tushmoqda. Kiyev xavotirda. Ukraina Rossiyaning yozgi hujumlariga qarshi kurashga tayyorlanmoqda. Ukraina Rossiyaning yozgi hujumlariga tayyorlanmoqda. Bu haqda Financial Times xabar berdi. Nashrning yozishicha, G'arbning Kiyevga yordami susaygan bir paytda Rossiya yangi hujumga tayyorlanayotganligi tufayli Ukraina cho'ziluvchi va yangi shiddatli to'qnashuv istiqboliga duch kelmoqda. Ukrainalik rasmiylar, harbiylar va tahlilchilar tinchlikka erishish ilojsizligini, shuningdek Rossiya chekinishi yoki yon berishi belgilarini ko'rsatmayotganligini ta'kidlashgan. Rossiya-Ukraina urushi: vaziyat qaysi tomonga hal bo'lishi borasida 4 ssenariy ilgari surilmoqda. JP Morgan Chase investitsiya banki mijozlarga investitsiya risklarini baholashda yordam berish uchun o'z geosiyosat markazini tashkil etdi. Markazning ilk hisoboti Rossiya-Ukraina urushini yakunlash istiqbollariga bag'ishlangan. Tahlilchilarning so'zlariga ko'ra, urush oxirgi o'yinga kirdi va sulh 2025-yilning ikkinchi choragi oxirigacha, ya'ni iyulgacha bo'lishi mumkin. Hisobotda bu qanday sodir bo'lishi mumkinligiga
4 ta ssenariy va ularning ehtimoliy foizlari ilgari surilgan. Geosiyosat markazining fikricha, ssenariyni tanlashga ta'sir etuvchi asosiy omil AQSh va Yevropa Ukrainaga taqdim etishga tayyor bo'lgan xavfsizlik kafolatlari darajasiga bog'liq. Janubiy Koreya ssenariysi. Bu bo'yicha Yevropa qo'shinlari Ukrainada joylashgan bo'lib, ular Amerika razvedkasi tomonidan qo'llab-quvvatlanadi va agar mojaro qayta boshlansa, Amerika Qo'shma Shtatlari yordam va'dasi bilan qo'llab-quvvatlanadi. Bunday holda Ukraina xavfsizligi juda ishonchli ta'minlanadi va unga sarmoya kiritish xavfi nisbatan past bo'ladi. Belarus ssenariysi. Belarus ssenariysida aksincha, AQSh ham, Yevropa ham Ukrainaga xavfsizlikni ta'minlay olmaydi va xohlamaydi, deb taxmin qiladi markaz tahlilchilari. Bu Rossiyaga maksimalistik talablarining bajarilishiga erishish va Ukrainani samarali tarzda vassal davlatga aylantirish imkonini beradi. Hisobotda Isroil ssenariysi ehtimoli 20% deb baholangan. Uning fikricha, Ukraina g'arb xavfsizlik kafolatlarini oladi, biroq uning hududida g'arb qo'shinlari bo'lmaydi. Ular har doim yangi urushga tayyor bo'lgan harbiylashtirilgan davlat bo'lib qolishlari kerak bo'ladi. Va nihoyat, geosiyosat markazi Gruziyani eng ehtimoliy ssenariy sifatida baholamoqda. Gruziya ssenariysida 50% koeffitsient ko'rsatilgan. Bu ssenariyda Ukraina Rossiya bilan urushdan keyin ishonchli xavfsizlik kafolatlarini olmaydi, beqaror bo'lib qoladi va vaqt o'tishi bilan 1 yoki 2 marta hokimiyat almashganidan so'ng Rossiyaning ta'sir doirasiga kirib qoladi. Xo'sh do'stlar, mana bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo geosiyosatida bo'lib o'tayotgan voqealar va o'zimiznikilar bo'yicha fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring. Atrofingizda bo'layotgan voqeliklarga bee'tibor bo'lmang deya qolamiz. Muhim 24 ni kuzatishda davom eting.